Bizi tochoq dushdan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Sigara chekyaptimi? Hozir somsaxonaga so'z qilaman. Dada o'lib qolaman shekilli. Chekasan hayvon, yana bir marta chekki, boshqa narsa chekasan. Ha, hayvon shuncha boylikni kimga qoldiraman? Bir hunar ham o'rganay demaysan. Qishloqqa borib itni ishlataman seni, yurmay yoqqa qo'yaman. Dada men sizga arava emas, meni big'illatib ishlatyapsiz. Men sen qo'yag'iga Xonsaroyda fazo loyihasida 22 oylik muddatli to'lovga whitebox holatda uy olib qo'yibman. Dada arava topaylik. Ming'illama hozir aravani o'rtasiga tepaman. Dada o'tiradigan apparat bor edi-yu. Sen o'rasan hayvon. Bir gektar turibdi hali. Tez ol. Nodirbek o'g'lim obedga chiq. O'g'lim obedga emas, shomga chiqar shekilli. Nodirjon o'g'lim. Nodir, tur ishga yaramayapsan, seni sportga olib boraman o'g'lim. Ketdik dada. Dada men yomon qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, mujik bo'lasan, meni o'g'limsan, davay bos. O'g'lingiz o'lib qolmaydimi ish qilib? O'lib qolmaydi, sport bilan shug'ullansin. Bolangizni bo'ynisini diyo. Qo'ya surtib qo'yamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Yetar uzoq kelyapti. Mahallani obodonchiligiga qarash. Ne rais bu? Kimdir suvga tarif po'choq tashlayapti, uni ushlab olsam, qamat o'qilama. Mahallani obod qilguncha o'lib ketmasam bo'ldi-da. Rais bu nozimni o'lib do'kon ochar ekan, bitta kirib ketmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi, o'zim ko'rib kelaman. Sen yab-yab razvedka qilib tur. Tamom. Yangi do'konlar qulluq bo'lsin, mahalla ham maza qiladigan bo'pti-da. Qanaqa kiyimlar sotilyapti? Rais bu yerda murskiy kiyimlar, jenskiy kiyimlar, unisex kiyimlar sotiladi. Hayvon. Yop do'konda. Mahallada unaqa uyasiz kiyimlar sotilishiga yo'l qo'yilmaydi. Xarajat qilib qo'yganmi rais bu? Xarajatingga harakatim. Yo'qot, yop. Uyasiz kiyim sotasan? Bu katta tuxumni kim tug'ibdi? Anjali bola katta mega tuxumni qitiribdi rais bu. Yo'q, viloyatdagi hamkorlar dillilar aloqaga chiqayotgandir. Qo'shni davlatlarga fura ketyapti rais bu. Zo'r narsa qitiribdi. Biz mahalladagilarga emas, do'konlarga, bozorlarga to'ldirib tashasiz. Xo'p bo'ladi. Rais bu sizga bitta gap bor, yuringlar. Yurchi. Rais bu onlarga qarang, ichib o'tirishibdi. Ne shayton mazmun bo'lyapti, yurchi. Shu dizalaring. Kecha tog'am bitta bolani qo'lini chop tashadi. Nimaga? Nima bo'lardi? Qo'ymagani edi, qo'y. Sen qo'yg'alar mahallada ichadigan bo'lib qolishdingmi? Qo'shni mahallaga borib ichimiz-ku. Bolalaringni o'ylasenchi, alkashni bolasi degan non qoldirmasdan, Rais, sendan kattasi kelsa ham ichamiz. Kuchi yetadimi duxumni olishga? Rais buva bilan o'ynashma, duxingni sindirish kerakmi? Mana! Choy damlab ichasan, hayvon. Bironta mahallada aroq ichishgan, qahman yo'qlamaman. Assalomu alaykum. Shashlivom? Bor aka. Menga bitta qo'y. Menga ikkita tovuq. Bo'ldi, es qilamiz. Aka, mana aytgan qo'yingiz. Jinnimisiz? Singlim mana siz aytgan ikkita tovuq. Ming. Sen jinnimisan, men senga shashlik aytganman. Aka, narsalarni olib kelyapman-da. Bo'pti, hozir shashlik aytib qo'yaman. Sanatimizmi? Sezir obke. Menga Napoleon. Akajonim so'raganingizda Sezar bilan Napoleon. Qara tur aytsanmi, ha? Deydi uxlab qolganmi, bilmayman. Yo'q, aka, shashlik bo'lib qoldimi? Bo'p qoldi aka, bo'p qoldi. Hozir 5 minutda chiqadi aka. Menga qara, shashlikni atmay qil. 5 barmoq olib kel bizaga. Mana aka. Uzr aka, mana. Mana aka 5 barmoq. Siz jinnimisiz? Ko'ngilli ham aynitib bordingiz. Boring bitta yaxshi suvingizni olib keling. Akajon, suv so'rovdingiz, Flavis. Amerikadan keltirilgan moviy malina ta'mi, yangi chiqqan. Ichib ko'ring, o'ta mo'tadil. Subtropik mamlakatlardan ham topa olmaysiz. Bitta iching. Iching. Siz ham iching.
Ishlatamiz zo'r ekan, ha? Aka O'zbekistonda любой do'konlardan topsangiz bo'ladi. Sudda yaxshiroq keladigansanmi? Shistri. Qara biz turmoqchimiz. Faqat dollarda-da maydalab bergan. Bo'ldi, aka maydalab beramiz. Maydalama uni yirtib. So'm qilib kel, so'm. Yo'q, xavotir olmang, so'm qilib beramiz. O'tkir. Bu akaga $100 maydalash kerak ekan, berib yubor. Mana aka 1200 dan maydalayapmiz. Ishonmasangiz sanavam. Yashamayli ekan-de. Mahallani obodonchiligiga qarash. Nagi City daman men. Nevaram Toshkentga o'xshab kirib, telefonni ko'tarmayapti. Tashkentga ko'rgani keluvdi. Ocharmiz ikayni? Cho'ta yemadi bu trend. Boshqa trend olaylik. Amaki trendni buzdingiz-ku. Hozir ham meni chekiga botib trend qilib qo'yaman. Jigar, Botaxon komandamizga yangi qo'shildimi? Voy poponim, bu meni bobom bo'ladi. Nimani? Ye bolam, seni Toshkentda o'qib yuribdi debman. Men sen tug'ilganingda xalqqa osh berganman. Undan ko'ra somsa-pomsa tarqatib qo'ysam ham bo'laverardi-ku. Chalg'ima, yomon chalg'itib uraman. O'qiyapti desa, Bobo uravermang. Bekor yurganimizda yo'q, bitta mahoratimizni ko'ring. biya qo'y, ko'rsatish mahorat. Oshni yasab olmayapsanmi? Qale. Nima bu? Hammani oldida sharmanda qilmay deb qog'ozga o'rab so'kindim. Bor chekaga o'tib eshitib olasan. Senga bola bormi, o'g'il bola mana likkillab. Tur yo'q ko'zimga ko'rinmas, qaygadir admin qilib qo'yaman. Asabni o'ynatadi. Bobojon, meni raqsimni ko'ring, boshqachasi lekin. Necha sensiz yotaman, seni boshdan otaman. Ha. Katta olaynikiga yotasanlarmi? Yo'qol nariyoqqa. Qo'y yag'ila. Yana mana shunaqa jitil qilib o'ynashadigan bo'lsa, ambulatoriyaga admin qilaman. Soch soqolingga qarab chiroyli kiyinib, o'qishga borib hunar o'rganish, qo'y yag'ila. Kontrakt puli ketdi. Endi meni kontragi nima bo'ladi? O'qimagan yerda o'qimagan bola tug'iladimi? Dadasi, mashtumga morojniy deydi. Ammo so'sramay o'la, polpis, art. Yosh bolamisan? Romantika qilishni ham bilmaysiz. Katta xoling romantikasini qilamanmi? Bolang qilib qo'ygan, bor orqasini tozala. Xo'p. Erimga insof qilib romantika qiladigan bo'lib qoptilar. Mo beldajicha sanchiq bordi xotin, massaj qilib yuborib, shunga chaqiruvdi. Sizni romantikangiz qursin. Yashamayli ekanda. Xotin senga sovg'am bor. Ataylab sen uchun Amerikadan keltirilgan moviy malina tamligi Flavis'ni yangichasini olib keldim. Bunday o'ylab qarasam tomog'im og'riyapti-yu, o'zim ichib qo'yaveramanda. U 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Juda zo'r suvda qara. Dadasi Flavis'ni bunaqa bermaydi. Qana beradi. Romantika qilib beradi. Sizdan to'yimizdan oldin Flavislarni qo'llaringizda ko'tarib, oynamni tagiga kelib romantika qilib berardingiz. Boring chiqing shunaqa bering. Flavis olib keldingizmi? Rahmat.